Anam tillığıday nimiş qildi tuqqanlar. Bakadım telefon qilib, ko'ngilni og'ritib qilib qo'yishdi ekan. Voy, bek yuragim og'ridi bugun analar bayrami. Onamni men xush qilib bo'lolmay qolsam, sizga telefon qilib, "To'g'axonasiz, men zo'pin chiqarsanglar qashanglarga olib bitma, bir kunlikka shogirdlikka tutqizib bitma, o bu deb ayni aytdingiz. Men 2 dona zo'pin chiqardim, qanamini qashamga kelib berdingiz. Qanday yolg'oncha yalasiz? O bu qo'ymichi deb qo'ymichilikqa bu onam sildan bir narsa elib olg'aya yo'q. Ma gap iniq bo'lsin. Jinim tuqqanlar biz bormaymiz demidoq. Üzemni onga parçalarlagan bo'lsam, maylida. Aşı siz zo'pin chiqarishinglar, ondan üzemni olib bersam. Ammo vaqt masalasi bor ekan, o'z tuqqanlar. Zo'pinlarni kirib turyapmiz, sizmi ko'rdingiz shundaqo. Faqat 5 ta mayaga bipray, uning endi miyaga bipray deb bundalam. Adamning o'zining o'ylig'ini va bir kundan boshqa ishlab qolgan ekan. Bir qatimda 20-30 zamning hammasi zo'pin chiqiriqliq. Haqiqatan rahmat ishonganlarga. Vaqt masalasi. Bir taqir qilib bergan bo'lsanglar, anamga telefon qilib, "Meni qashimga to'g'axona kelib bermadingiz, u bu" deb bakanim anamning ko'zidan yosh ag'ucha jinim tuqqanlarim. Analar bayirmigan bo'lsa, birata yuraklarini yo'llab qo'yib, "Salomat qancha g'ayrat qiling. Acha, xo siz balangizni bunday yuzlari kesib bilan uchrashtirib qopapsiz. Hech bo'lmasa chiniqib baqsinma bala" deb bir munda. Yaxshi gaplarni qilib Yaxshi gapni qilib qo'ysanglar. Meni xushal o'tmicha. To'g'ri shu. Qapolmang nimaqma. Canım tuqqanlar bo'lsa birata yuraklarini berib qo'yinglar. Mana bu divan shirkatininki Vitamax degan ichimlikni nerdan olamiz, nerdan sotib olamiz deb ayrim xat yozib ketdinglar. Hamma do'konlarda bor. Mana do'konga kirsanglar agar bo'lmay qolib qolsa, so'rab baqsanglar butu. Vitamax divanniki ichimliki bital apringa deb yozilsa boshqa do'konga kirib baqsanglar bor. Hali kangra tuqqanlar bu ichimlik. Cho'qim bir setib ichib baqinglar. Atayda to'g'axomalim tavsiya qilgan bir setib baqinglar deb bazı dükkanda yokken de bunda inkasını kıpsta. Lekin bana şengelenler köptün köp rahmet azizler. Hemenlerin altın aman bolsun. Bir yüreklerini ayırmak azizler.